Yaxshimisilar? Unda olsa Qo'sh burchidan boshladik. Saturn bilan Neptunning juftlashishini qo'shdi qandaq ko'rindi, qandaq ishlaydi bu Qo'sh burchida buning qandaq aloyidliklar bilan Qo'sh burchlari qandaq ta'sir ko'rsatadi Qo'sh burchlarga deganda, Qo'sh burchininki birinchi uyda qovushidi Saturn bilan Neptun. Bularning bularga asosan qaysi taraflardan eng yaxshi bu juftlashishini qaysi jihatlardan eng yaxshi ishlaydi degan vaqtda bularninki muhabbat, oshiq yoki agarda yoshi cho'ngroq bo'lgan bo'lsa, to'y qilib bo'lgan bo'lsa, balliq bo'lish. Andan keyin uzoq safarlar, andan keyin agarda maktab hayotidagi bolalar bo'lsa, gavjunglarni bitmagan vaqtlar bo'lsa, oliy maktab nishonlari degandek uzoq safarlarni ko'rsatadi. Shu jihatlarda qo'sh burchini alohida shularda yangi bir boshlang'ich. Bu Saturn kirgan vaqtda Saturn odatda bu qo'sh burchiga qo'yadigan talablari yo bo'lmasa qo'sh burchidan so'raydigan savollari nima bo'ldi deganda sen o'zingni tunimsa, sen o'zingning kuchli va ojiz taraflaringni tunimsa deb so'raydi. Shuningda sinaladi. O'zining kuchli va ojiz taraflarini tunish. Andan keyin Neptunning so'riqi bo'lsa, sen harakatga o'tyapsa, ishlaringni qilyapsa, bo'pti. Mushuningda sen oyoqqa masalan yag bosqidek mundaq amaliyotchanligi bo'lgan xiyollarni suryapsan, surayotgan xiyollaring amaliyotga uyg'unmi? Degandek shu savolni so'raydi. Xiyollaring bilan bu xiyolni amalga oshirish jarayonida mümkünçiligi bormi deb shuningdan so'raydi. Uni qo'shqanlar o'zimi o'zidan so'rashi mumkin. Arzu armonlariga yetish uchun amalga oshadigan orzularmi degandek xiyollarni surdi. Endi Saturn bilan Neptunning bu yerda insonga qaysi jihatlardan xatolik qilmangdi degan vaqtda Saturn odatda butun ishlaringni planliq qilsang, masalan ishlaringizni planliq qilmay, o'zingizga bakarak cho'qim shuni qilaman deb o'zini qo'l qo'yib yetadigan masalan, o'zini bakka hodir yetadigan Saturn birinchi uyga kirgan vaqtda o'riqlab ketadi u inson. Tabiiy holda badan shaklingizda bir o'riqlash bo'ldi. Andan keyin biroz yoshga cho'ng bo'lgandekmi ko'rindi. Inson biroz hayotning org'inligi deb qo'yamdiq, shundoq yetib qoldi. O'zingizga biza plan yapmasdan ko'zingizni yumib harakatga o'tdingmi, sabring bormi, shu sabrsizlik ahvollari bo'lib qolishi mumkin. Neptunninki hamda bak xiyolni oshirib yetish ahvollari bo'lib qolishi mumkin. Shu xatoliklardan o'tkazmasizlar. Saturn masalan buningga o'zingizning qayerda siz eng kuchli, qayerda qobiliyatingiz bor, qayerda talentingiz bor, shuni talantlarni qo'shqanlar chiqirdi bu vaqtda. Chunki 5-uy deganing sizning talentingizni o'rtaga chiqadigan, qobiliyatlaringizni o'rtaga chiqadigan, o'zingiz bilmagan qobiliyatlaringiz chiqib qolishi mumkin. O'zingizga o'zingiz ishonsangiz, sabrlik etmangsangiz hamma ishni, bir ishlarni to'xtab turar deb bunda o'ylab o'zingiz sezgingizga diqqat qilishingiz kerak bu vaqtda. Sezgingiz nihoyat kuchli bo'ldi. Hakkida bir ishlarda bir uyg'unishlar bo'ldi. Chunki bu Saturn bu 0 grad bo'lgan bilan buqida 27-28 darajada Uranus bor. Uranus xili uyg'utadi sizni. Uranus 1 darajaga 0 daraja nima kirgan vaqtda, qo'vga kirgan vaqtda u chog'da qo'shqanlarninki jamiyatda aralashadigan do'stlari har xil masalan har iqlimdan insonlar bo'ladi degandek. Bu jamiyatdagi do'stlaringizning orasida xiyollar sizni ham xiyol qilib qo'yadigan yoki siz boshqalarning kutgundek bo'lmasligingiz mumkin. Shunga diqqat qilish kerak. Lekin o'zingizning talantini sahnaga chiqadigan vaqtingiz qo'shqanlar. Shunga mas'uliyatni ustingizga olib siz egri besiq bo'lib, qo'rqmay xiyollarıngizni amalga oshirsangiz bo'ladi. Harakat qilsangizlar natijasini ko'rasiz.
Siz bu vaqtda ko'p insonlarni o'zingizga tortasiz. Chunki Neptunning yana birisiga janub qilarliq bir inson tabiiy holda sizga chekiladi bundaq tortilib keladi. Shunlashqa ajoyib bu cho'ng odamdek gap qiladigan bo'lib ketibsan deydigandaklami chiqadi balkim orasida. Shunlashqa harakatga o'tishdan burun niyatingizni netlashtirib, niyatingizni aniq qilib, sezgilaringizni planingiz bo'yicha, sezgilaringizni o'zingiz e'tiborga ilib, planli holda xiyol bilan haqiqatning o'rtasida tamponlikni qura olsangiz, sabr bilan sabrsizlikning o'rtasida tamponlikni qura olsangiz, hayotda cho'ng natijalarni olib keladi. Bu 2,5 yil vaqtlar, bu 2,5 yilmi emas, 2,5 yil Saturn bu birinchi burchingizdan chiqib ikkinchi uyga kirdi. Birinchi burchingizdagi vaqtda, Saturn birinchi uyingizdagi vaqtda ham Neptunning kuchi bilan nihoyatda qulay atlay olasiz bu vaqtlarni. Chunki Neptun bo'lgandan keyin bir ishlar, masalan, nayga borsangiz sizga tabiiy eshiklar ochiladi. Shunlashqa oldingizga qarab mengishdan ansirmang. E, Qo'rqmay, jasoratingiz bo'lsalam cho'ng natijalarga erishasiz. Unda bo'lsa sizga jasorat tilayman. Xiyollaringizga yetishingiz uchun, umidlaringizga yetishingiz uchun sizga yaxshi tilaklar hamroh bo'lsin. Xayri xo'sh, qo'shqalar, unda bo'lsa buqlarga keldik. Buqlarga kelgan vaqtda buqlarning bu vaqtda 12 uyiga keldi. Qo'shqalar odatda buqlarning 12 uyida turdi. 12 uyi bilan 6 uyi teng barobar ishlaydi. Bu 12 uyga kelgan vaqtda bu Saturnninki buqlardan so'raydigan yeri, yoshurun ongda, sening ichingda, kallangda bor qo'rquvlaring yoki sening bir nimaga bağımlılık məsələn o'sha o'zini o'yga solib olgan yoki xiyolning ichiga so'linib qolgan mundoq bo'lsa yoki ichingda ichingga saqlab qo'ygan tuyg'ularing bo'lsa, shularning hammasi seni harakatga o'tishdan, seni qo'rquvlaringdan qutulishni xohlamsa, shu qo'rquvlaringni bilib yetdingmi degandek Saturn shundoq so'raydi. Neptunninki so'rg'i bo'lsa, amaliyotda masalan, bexatarlik ichida qilishni xohlaysan, ashunday xohlamsan yoki o'zgarishni xohlamsan degandek Neptunninki so'raydi. Chunki Neptun o'zgarishni xohlamsan deyishdagi maqsad, Neptun qo'shqa harakat. Shunga harakatga o'tishni xohlamsa, ichingdagi qo'rquvlaringdan qutulishni xohlamsa yoki bexatar holatimdan chiqishni, men o'zgarishni faqat xohlamayman, bexatar mushu holatimga men ko'ngan, mushu holatimni o'zgartishni xohlamayman demsa ya degandek shu savolni so'raydi. Endi bu yerdagi xatolik o'tkazib qoldigan yerlaringiz qaysi deganda, bek ichiga solinib olib o'zingiz ichingizdagi tuyg'ularingiz bilan ba'zi mas'uliyatlardan qochish degandek, andan keyin o'tmishga tayanib qilish, masalan, o'tmishda mundoq bo'lgandi, o'tmishda falon vaqtda men mush ishni qilgan vaqtda mushundoq bo'lgan, shunglashqa men bu ishni qilmayman deb o'zgarishni xohlamaslik. Endi Neptunninki bo'lsa, men agarda o'zgarib qolsam, bexatarligim masalan, bir ishlarga otlanib qolsam, iqtisod yoki ichimdan tushman bo'lib qoldigan ishlar bo'lib qolarmi yoki iqtisodimga ta'sir etadimi degandek, o'zingizni masalan, o'zingizning ojizlik taraflaringiz bilan tunishishdan kechish degandek. Neptun odatda haqiqatdan kechishni ko'rsatadi. Shunlashqa shundoq kechib, shunlashqa o'rtaga chiqmatamsa ya deb buqlardan shuni so'raydi. Shu nimalar bor. O'zini o'rtaga chiqishdan kechish degandek, mas'uliyatni ustiga olishdan kechish, ziyon tortib qilishdan kechish, tushman bo'lib qilishdan kechish degandek shundoq ahvollar bo'ldi. Endi bu yerda tavsiya nima deganda, sizning
aşı bilinçaltımızda mesela aşı yuşurun аңды kilayotgan inkaz, mushu ichingizda bo'layotgan tuyg'ular, tuyg'ularni bilish, aşı tuyg'ulardan qutulish, haqiqatni masalan ichingizdagi shu davomli bo'layotgan o'zgarishlarda o'zingiz ha menda mana tuyg'u bor ekan, mush tuyg'uni yo'q qilay, mush tuyg'uni yengay degandek shundoq bir nemasi bor, aloyidligi bor, shundoq bir foydali taraflari bor. Shundoq qilsangiz yaxshi. Eee, haqiqatan masalan o'zingizni haqiqiy bexatarlik his qilish uchun chuqur ichimdagi mush qo'rqularni yo'qotishim kerak degandek ichingizdagi qo'rqularni yo'qotsangiz amaliyotga uyg'un keltirib man hozir bu yoqda yashayaptiman. Yashagandan keyin man chuqur ichimdagi qo'rquv bilan davomli kunimni iliqi bo'sh o'tkazmay haqiqatga tashlavatsam nima bo'pti shu xuyimni, shu ichimdagi tuyg'uni bir yo'qotaychi, ichimdagi inson bilan bir gaplashay. To'xtab turay, man bugungacha mushu tuyg'u bilan yashapman. Bu tuyg'uni endi bu manga qanchalik foyda keldi, qanchalik ziyon keldi deb shuni farqlantirish kerak. Shunglashqa o'zgarish har vaqt yaxshi, o'zgarib turgan yaxshi. Endi Neptunninki Neptunninki hamda foydali yeri buningda sen haqiqat bilan sezgilaring orqali haqiqat bilan amaliyotchanlikni masalanga ikkisining o'rtasida bo'lish. Andan keyin ba'zi ishlarda qabul qil. Masalan, ba'zida bir sezgilaringiz ichingizda bir inson sizga so'zlaydi-da, masalan, hammamizning ichimizda shu bir so'raydigan savollarimiz man nima qildim, u bu deb ba'zida o'zimiz bilan o'zimiz gaplashishimiz shu vaqtlarda to'xtab man endi bo'pti o'tmish o'tdi. O'tmish bilan yashag'ilolmaydi. Biz chuqur oldimizga qarab mengishimiz kerak. Agarda o'tmishdagi bu xiyollarım bilan, bu sezgi bilan, bu his bilan yashagandan okey, uning yaxshi taraflarim bo'ldi, go'zal taraflarim bo'ldi. Bu go'zal taraflarni davomli go'zal qilish uchun qanday qilishim kerak yoki shu boshqacha hislar bo'lsa, shu hislarni tashlash uchun qanday qilishim kerak deb harakatga o'tish. Tam ichingizdagi inson bilan tanishish degandek. Bu jihatda ruhiy jihatdami, andan keyin badansal jihatdami o'zgarishlar bo'ladi. Bularni bak saqlanolmay o'rtaga chiqsa tehi yaxshi. Alohidaligi shu Saturn bilan Neptunning juftlashishi bir uyg'unish bo'ldi. Haqiqatan ichidan o'zini qabul qilib o'tmish bilan hozirgi jamiyatning o'rtasida qolmasdan oldiga qarab ilgarilash uchun man nimalarni qilishim kerak deb bir uyg'onish yaxshi bir fursat. Shunglashqa bularga cho'ng omadlarni tilayman. Xiyollaringiz, orzularingiz bu bir tayyorlik uy, 12-chi uy. Birinchi uyga chiqish uchun siz 2,5 yil tam ichingizdagi sezgilaringiz, tushlaringiz nihoyatda aniq chiqadi bu vaqtda. Tushingizda nima bo'lsa, ertasi shu bo'ladigan ishlar bo'lib qoldi. Shunglashqa yaxshi tushlar, yaxshi tuyg'ular bilan uxlasangiz, andan keyin ba'zi xabarlar, hamma narsa tushingizda ayon bo'ldi. Sezgilaringiz bak kuchli bo'lib ketadi bu vaqtda. Amal bor, amaliyotchan bo'ling, xiyollaringiz uchun harakat qiling, o'zingizni ko'rsatishdan qechinmang. Sizga go'zal 2,5 yil tilayman, nihoyat yaxshi fursat. Go'zal aslimalar bilan to'lgan vaqtlarni o'tkazishingizni tilayman. Xayr xo'sh. Unday bo'lsa, ikizlarga keldik. İkizlerningki bu Saturn bilan Neptun juftlashishi bularning 11-uyda. 11-uyda bo'ldi. Odatda 11-uy bilan 5-uy qarama-qarshi bo'ldi. İkizlarga hozir 27 darajada 12-uyda Uranus bor. Ular u 4-oyning oxirida 1-uyga kirdi. İkizlarning nihoyat chilg'in zamonlari, nihoyat deb qo'yamiz, ichilib ketadi, g'ayri o'zgarishlar bo'lib ketadi buningda. Fursatlarmi yaxshi, masalan, atdeganda bir xil bo'lsa, tushdi bir xil, kechdi bir xil degandek o'zgarishchan bo'ldi. İkizlarga bu o'zgarishchanlik yangi tuyg'u emas, bu davomli ikizlarning odatda normal ahvoli ikizlarga nisbatan. İkizlar odatda ochiq so'zlaydi.
Andan keyin bu 11-uy degende sosial aralashadigan do'stlari, andan keyin maoshi agar xizmat qilayotgan bo'lsa, hukumatdan keladigan maoshi, kasbdan topgan puli degandek. Shu jarayonlarda bu Saturn bilan Neptunning juftashishi odatda Saturnning so'rg'i bo'lsa, sosial chevrangda sana yuk ortgan yoki sen yükten qaçqan, vəzifəsənki aralashayotgan do'stlaringning orasida "Voy, men ani qilib beray, mani qilib beray" deb siz o'zingizdan vazifalarni avlamsiz yoki bir yig'in yoki bo'lmasa birga faoliyat o'tkazadigan bir ishlar bo'lsa, faoliyatlarni organizatsiya qiladigan vaqtlarda "Voy, men qilay, u bu" deb aktiv bo'lib ketib boramsiz yoki keraklik aktivlikni ko'rsatyapsiz yoki shunday ishlar "Voy, aqisina, maqisina" deb boshqalarga atib qo'yatamsiz. Shuningda andan keyin do'stlaringiz bilan aralashgan vaqtda cho'qim boshqalarga xizmat qilish orqali yaqinmi yoki haqiqatan bu do'stlaringiz sizga qanchalik haqiqatan masalan bir ish qilsangiz sizning qo'lingizdan tuta oladigan do'stlaringiz bormi? Shu do'stlaringizni ayirasiz. Shuningda masalan sizga haqiqatan sizning ilgirki kunlaringizda sizni rag'batlantirib voy qila olaysa, etalaysa deb sizga kuch berayotgan do'stlaringiz bormi yoki undaq emas sizni tövanga tortadigan do'stlaringiz bormi? Shularni farqlantirasiz. Qaysisi sizga muvofiq, qaysisi sizga muvofiq emas tanlaysiz. Neptunninki bu yerda sizdan so'raydigan yeri sen do'stlaring bilan aralashgan vaqtda faqat do'stlaring bilan haqiqatan boshqalarning ehtiyoji uchun yoki o'zingizning ehtiyoji uchunmi? Yoki mayli voyjon haligi mening aralashadigan adamim yo'q deb boshqalar bilan aralashmay qilishdan qo'rqib shu andishingiz bormi ichingizda? Shuni farqlantiring. Bir yerga oid men bu guruhning ichida bular bilan aralashsam hech qanday mijoz bu jihatdan menga to'g'ri kelmaydi ekan deganni bilib turib yana vaqt isrof qilib aralashyapsiz. Shunga diqqat qiling. Bu yerda yolg'iz qilishdan qo'rqish psixologiyasi bormi sizda shunday bir tuyg'u bormi? Shularni farq eting. Masalan, keraksiz shuni ayirsangiz nihoyat yaxshi. Hamda odatda tanlaydigan bo'ling. Sizga eng yaxshi chora aralashayotgan odamlaringizni tanlang. Masalan, bu vaqtlarda xillaydi, voy holi cho'ng, u bu mayli, holingiz cho'ng bo'lsa, tex yaxshi. Sizni ko'tara oladigan, sizning ortiqchiligingizni ko'ra oladigan, sizni xatoringiz bilan, ortiqchiligingiz bilan tang suyadigan bundaq insonlar bilan aralashsangiz, ilgirki kunlarda masalan, tasodifiy bir ish qilsangiz, sizning qo'lingizdan shaqqilib tutib ko'tara oladigan odamlar bo'ldi. Shunglashqa insonlarni tanlash, insonlarni tunish bek muhim. Hasad qiladigan, bundaqlardan ayrimroq tursangiz nihoyat yaxshi. Ikizlarninki toza inson tanlaydigan vaqtlari keldi. İkizlarning masalan do'stlaringiz bilan orzularingizni, xiyollaringizni ancha so'zlashib ketmasangiz bo'ldi. Chunki boshqalar bilan tang o'xshash, men bundoq xiyol qilyapman, sen mana shundoq qilamsan, masalan, siz bilan o'xshamaydigan fikrdagi insonlar bo'lsa, uning fikriga hurmat qiling. Umi o'zining har kim qanday fikr qilishda, qanday xiyol qilishda erkinligi bor. Yaxshi, go'zal guruhlarning orasida bo'lishingizni xohlayman. Ham umid qilaman. Unda bo'lsa ikizlarning shunchalik bo'lsin. Endi yengashlarga keldik. Yengashlarninki 10-uyda Saturn bilan Neptun juplashadi. Bu nihoyat muhim. Buni cho'qim alohida yashaysiz. Chunki 10-uy sizning to'plum oldida, boshqalarning oldida sizni qanday tunuydi, sizni qanday ko'rdi, shu nihoyat ko'rinur holatda bo'lasiz. Endi karyerada bo'lsin, xizmatda bo'lsin, kasbda bo'lsin, to'plum oldida siz bir vazifani ustingizga olasiz. Bu vazifani ustingizga olganda bu Saturnninki deydigan yeri bu mas'uliyatni ustingizga oldingizmi yoki mas'uliyat sizga berildimi?
Siz şu məsuliyyətni alğan vaqtki tuyğunuz qandaq? Bu yengəçlər həmin nərsəni bək səzgüsü nähayət güclük bularninki. Can pida bilan xizmat qildi. Pidakor bo'ldi. Eee, bu sorumluluklarni üstüge ilishdan jasoratingiz bormi? Agarda shundoq jasoratingiz bo'lsa, nihoyat yaxshi, toza ko'rinadigan vaqtingiz keldingiz. Endi Neptunninki so'raydigan yeri, Neptun deydiki, sen bunu bu bu toplumning sende beklentisimi yoki sening orzuyingmi, xohlab qilyapsanmi, xohlab o'zingni ko'rsatyapsanmi yoki boshqalarning oldida meni mundaroq ko'rsin deb kerak o'zingni ufurtib kuchatamsan degandek shuni qaraydi. Sezgilaringizga diqqat qilsa bo'ldi. Endi belki yengeç ishchiga o'tab ketsinmi, teshig'i chandimaya bo'pti deb qo'yib oxirida elqini to'la o'ylab maydisi og'rib qoladigan mijoz bor. Yengeçlerdeki. Şununla dikkat qilish kerak. Endi bu yerdagi asosliq nimasi xatiri sorumluluk ilishdan qachish. Agar sorumlulukni olmay qilsangiz, toplumda ko'tarilolmaysiz, kasbda ko'tarilolmaysiz, xizmatda ko'tarilolmaysiz. Sorumluluk ilishdan qochmang. Neptunning rizqi masalan, bu karyerda men kasbda oldiga chiqishni xohlayman. Bununla chiqish uchun men chuqur bir yo'l tanlashim kerak. Yo'lingizni topdingizmi? Haqiqatan mush karyerni siz xohlab turib qilyapsiz. Bu kasbni haqiqatan masalan kunda ishga chiqsiz, ishga chiqqan vaqt xushallik bilan ishga chiqyapsiz yoki voyjon yana ish qilmadim, voy qachon tugaydi ishni boshlash. Texi endi boshladingiz, ertaga soat 7 yo 8 da. Başlaştın başlapla bugün qachon tugar degandek shundoq bir his tuyg'ungiz bormi qanday? Shunga diqqat qiling. Agar ishchingizdan kelmagan xizmat bo'lsa, xizmat almashtirishdan qo'rqmang. Cho'ng go'zal, buningdan bir texi yaxshi. Agar ishchingizdagi tuyg'ungiz qarang. Haqiqatan yaxshi ko'rib turib qilayotgan xizmatingiz bo'lsa, mushjoyingizda qiling. Agar ishingizda kichikgina bir davolag'ish bo'lsa, darhol almashtiring, chunki fursat nihoyat mo'yim. Jafoliq ishlasangiz ko'tariladigan vaqtingiz yoki agarda bu vaqtlarda xizmat o'rningizda sizning yuqori boshliqlaringiz sizga vazifalarni cho'ng berdi. Andan keyin biroz xizmatning ichida besilib qoladigan, qo'rqadigan ahvollaringiz bo'ladi. Hargiz undan ansirmang, yo yuqoriga ko'tarilsiz yoki xizmatingizni almashtirasiz. Xizmat almashtirishdan ansirmang, qanday yoki xizmatga borsangiz, o'zingizni toplumda ko'rsatalaysiz. 2,5 yil. Faqat 2,5 yil vaqtingiz bor. Endi bu yerda asosliq Saturn bilan Neptunning sizga beradigan ilhomi qaysi deganda, nishoningizni aniq qiling, sabrlik bo'ling, planliq ish qiling, disiplin, masalan, mas'uliyatni chuqur ritmliq olib mening. Bu sizga davomliq nima olib keldi, masalan, unvonlarni olib keldi. Sizga yaxshi natijalarni olib keldi. Sezgilaringizni, planlaringizni hammasini tang bir vaqtda ishingizdan original masalan ishingizdan kelib, odatda siz ishingizdan kelib turib qilasiz har qanday ishni, har qanday xizmatni. Lekin haqiqatan shuni men xohlab qilyaptimmi yoki qanday deganni shuni so'rang. Ishingiz qancha rozimanlik bilan ish qilsangiz, bu natija nihoyatda toplum oldida ko'rinsiz, idoralarda ko'rinsiz, voy palonchi deb turib alayda taqdirlanadigan vaqtlaringiz jafoliq, ammo 2,5 yil jafoni chidasangiz 30 yil rohat topsiz. Balkim agarda yoshingiz men bilan tangdek vaqtlar bo'lgan vaqt bo'lsa, bu sizning xizmatdagi toza o'zingizni ko'rsatadigan ham jafoliq, lekin o'zingizni ko'rsatadigan bir fursatingiz. Unda sizlarga nihoyat yaxshi tilaklarni tilayman. 10-uy bilan bu xizmat bilan bo'lib ketdim deb oilani tashlab qo'ymang. 4-uy tang ishlaydi. 4-uy xizmat deb jabar deb ishlab ketib, oilani tashlab qo'ydigan ishni qilmang. Oiladagilarning sizga ehtiyoji bor. Unda bo'lsa yengeçlerden keyin aslanlarga o'tamiz. Aslanlarda bu yil cho'ng ishlar bor. Yengeçlarga zo'r umidlarni tilayman. Yaxshi xizmatda yaxshi utuqlarni tilayman.
Unda bolsa aslanlarga keldik. Aslanlarninki 9-cı uyda Saturn bilan Neptun juftlaşıdı. 9-cı uy odatda, sizning, ishongan diniy inanchni ko'rsatadi. Andan keyin sizning hayotda nimalarga ishonasiz, nimalarga ishonmaysiz, shularni ko'rsatadi. Agarda, yoshqi, kichikroqlar bo'lib qolsa, oliy maktab hayotlarini ko'rsatadi. 9-cı uy uzoq safarlarni ko'rsatadi. Shunday bo'lganda bu aslanlar odatda davomliq, ko'rinur holatda, yashaydi deymish qisi ko'zi ko'rinib turdi. Odatda maqtanishni nihoyat yaxshi ko'rdi. Hamda hamma, burishlar maqtanishni yaxshi ko'rgani bilan aslanlar alohida ta'mini bek yaxshi chiqirdi maqtanishning. Aslanlar, davomliq sahna oldida turdi. Davomliq kulib turadigan burishlarning birisi aslanlar. Har qanday masalan, sizga bir tavsiya bo'lsin yoki sizda rozi bo'lmagan yerlarni ko'rsatsizmi, sizga kulib turib deydi. Aslanlarning taktiklari nihoyat yaxshi. 9-cı uyda bu Saturn bilan Neptunning juftlashishi odatda bulardan Saturnning so'raydig'ini sen o'zing ishongan, o'zingning nishoningga yetish uchun sog'lom bir asos qurdingmi deb shuni so'raydi. Sog'lom asosing bormi? Ishongan nimang ishonchlikmi degandek. Neptunning deydig'ini ishongan, sen ishongan bugungacha sening ishongan, masalan, arzularing bo'lsin, xiyollaring bo'lsin, hammasi haqiqatga uyg'unmi? Yoki seni texmi kuchlantiradigan, seni texmi uyg'ontadigan shunday xiyollaring amaliyotga uyg'unmi? Yo'qsa orzularingdan uzoqlashyapsan ya deb shu xiyollarni akildi kallangizga deb. Hamda bu yerdagi xatolik nereden chiqdi deganda, bu chuqur mushundoq bo'ldi. Bu chuqur, bu sening deganing xato, mening deganim to'g'ri degan joyillikni qilyapsiz yoki plansiz mundaq, odatda yo'q, mening deganim to'g'ri, men gapimdan yanmayman. Masalan, odatda aslanlar, masalan, sabit burchlar bu o'zgarishni xohlamaydigan burchlar. Aslan, Qova, Buqa, Akrep bu 4'te. Bularda fikrlarini o'zgartirishni ancha xohlab ketmaydi. Ammo aslanlar bu vaqtlarda huquq taraflardan bo'lsin, qonun taraflardan bo'lsin, mahkama taraflardan bo'lsin, shunday ishlar bo'lib qolsa, shu ishlari yeshiladi degandek. Endi o'zingizning haligi amaliyotchanligi bo'lmagan ba'zi burundan ishinib man mushundoqlam bo'ldi deb haligi o'lik mundaq o'lik holda ishonish deymiz-ku. Shundoq bo'lib qoldigan ahvollar bo'lsa, bu xatoliklarga olib chiqadi. Odatda bir yerda o'qiydigan, bilim oshiradigan yoki uzoq yerlarga boradigan proyektlaringiz bo'lsa, shu xiyollaringiz nihoyatda yurishlik mengib ketadi. Andan keyin ba'zida xiyollaringiz amaliyotga xiyollaringiz amaliyotchanlashishi umuman nihoyatda tez yurib ketadi. Chunki 9-cı uyda xuddi ba'zi nimalar yuqoridan yordam bergandek shundoq yaxshi bo'lib ketadi. 2,5 yil, 3 yil atrofida o'qib turib bir diplomlarga erishib qoldigan ahvollar bo'ldi. Aslanlarning o'zini ko'rsatadigan vaqt keldi. Bu 9-cı uy yana birisiga 5-ci uyda o'qiyog'i kelib qoldi emasmi? Bu uzoqlar bilan munosabat qiladigan, sayohatlarga chiqadigan, andan keyin balaliq bo'lish degandek, xuddi qo'shqog'im man shuni degandim. Otash burchlarida bu Saturn bilan Neptun juftlashdi degandan keyin otash burchlariga, havo burchlariga nihoyatda yaxshi omadlarni olib keldi. Bo'libmi otashlarga o'qya, aslan, qo'shqoq bu uchiga otash burchi. Shunday bo'lganda aslanlarmi 5-ci uyda muhabbatlarni tutish, romantik ahvollar, andan keyin balaliq bo'lish degan ishlarda nihoyatda yaxshi. Balkim agarda muhabbat tutib qoldigan ish bo'lib qolsa, uzoq yerlardan
özünün dövletinden başqa dövlətlərdən yoki özünün şəhərindən başqa şəhərlərdən mühabətlərini tutadigan əhvallarmı bo'lib qoldi. Nihoyatda yaxshi. Agar bolasi bo'lsa, bolalari cho'ngroq bo'lib qolgan aslarlar bo'lsa, shu bolalari yaxshi natijalarga erishib qoldigan, bolalarining maktabga kelgan vaqtlari degandek go'zal vaqtlar. Undan olsa Saturn bilan Neptunning juftlashgan orzularingizni, uzundan qilayotgan orzularingizning amalga oshish prosenti nihoyat yuqori. Shuningdek vaqtni ching tuting, har qanday mas'uliyatni ustingizga ilishdan o'zingizni o'zgarting. Agarda bak davomli bu chuqur shundoq bo'ldi deb sida qandaq doirlik qilib turib o'zgartib beqing. Cho'qim sizga texmi yaxshi qulayliklarni olib keldi. Saturn bilan Neptunning juftlashishi sizga go'zal sayohatlarni, go'zal romantik ishlarni, andan keyin o'zingizni ko'rsatish, sahna hayotingizning sahnasida texmi go'zal rollarni o'ynashingizga tilakdoshman. Endi Başaklarga kelib qoldik. Başaklarning 8-uyida Saturn bilan Neptun juftlashadi. Bu 8-uy odatda o'rtaq mulklar, o'rtaq qaynoqlar. Masalan, to'y qilgan bo'lsa, ayolninki yoki yo'ldoshining iqtisodi, maoshi degandek. Agarda endi cho'ng bo'layotgan bo'lsa, masalanga shu vaqtlarda o'zining masalan kelgusi uchun bir qo'rquvlari bu 8-uy odatda krizlarni ko'rsatadi. Shundoq bo'lib qolish ehtimoli yuqori. Andan keyin bu salomatlik jihatda operatsiya bo'ladigan ishlarni ko'rsatadi. Başaklarniki bu yerda Saturnning so'raydigani, sen o'rtaq mulklarga bak kontrol, bak hammani tekshirib turamsan. Sen qanchalik olding, nega xajilding degandek bak kontrol qilib ketma. Shuningdan xatolik o'tkazib qo'ysa deganni ko'rsatadi. Andan keyin Neptun bak o'rtaq mulklarda cho'ng xiyollar masalanga cho'ng keyin kelgusida biz oyda manch pul yig'ib, keyin kelgusida mundoq qilamiz, andoq qilamiz deb xiyolni bak cho'ng qilib, shuning bilan tang o'rtaq mulk uchun, o'rtaq pul uchun bak o'zingni qul qo'yib boramsan degandek shu savollarni so'raydi. Xiyollaring bilan amaliyating uyg'unmi? Masalan, baklam gumon qilamsa degandek. Bu gapni deyishmi oson bo'lmaydi-ekan. Gumoning o'rtaq iqtisodda gumoning kuchlikmi degandek. Shularni nim qildi, ko'rsatdi. Başaklar odatda bu vaqtlarda ochiq o'rtaq mulklarda ochiq fikrlik bo'lish kerak. Vazifani ustiga olish kerak. Masalan, so'zlagan so'z bo'lsa, masalan, oyda mundoq qilayli, andoq qilayli deb planliq va ham qul bo'lib ketmay, ham pulni chechivatmay, shundoq planliq, sabrlik bilan o'rtaq mulklarni kuchlantirgan vaqti. Neptunninki bu yerda masalanga o'rtaq mulklarda ba'zi fikrlari bo'lsa-mu og'izdan chiqarolmaydigan, shundoq belirsiz masalanga aniq ifodasini ifodalay shundoq xiyollar bo'lib qolishi mumkin. Bu vaqtda bak pulga bog'lanib qoldigan mandaq, bak o'zini uruydigan mandaq ishlardan qechin, shundan diqqat qil degan gap. 8-uy oddiy uy emas, bu uy ham sirlar bilan to'lgan uy. Ham qo'rquvlar, ham sir. Pul yo'q bo'lib qolishdan, oilada pul yo'q bo'lib qolishdan ansirab bak baldur og'rib qoldigan shu qolmasin. O'rtaq mulklarni odatda bak pulga o'ziga cho'qinib ketadigan ahvoldan qechinish kerak. Saturn masalan bu vaqtlarda ritmli 2,5 yil iqtisodga nihoyatda diqqat qilish kerak. Teshidan kiradigan emas. Bu vaqtda Saturn nima o'yda bo'lgan bilan
8-ci öýde bolgan bilen eee, bu Yupiter hazır 11-ci öýde maaşlary şunday ýaxşy kelyapdy. O başaklarynynki maaşlar buldyr ahvallar boldy, köterildigan. Amma maaş köp bolgan bilen ortak bir planny kurduk dep planny bäk çyň sıkyp etmeslik gerek. Eee, Joyida, laýygyda bolsa naýaty ýaxşy. Başaklarnyň eger bu wagtlarda 8-nji öý ýene birisiga miraslarny gösterdi. Miraslardan keldigan, meselem bawşenlerden keldigan, şundaq ähwallar boldy. Bolsa şundaq mirasmykenmisin, bawşendinmikenmisin, bek saglam ýaşaýly diýmiz. Şu ähwallar boldy. Şoň başaklarga unda bolsa ortak mülklerde güzel netijelerni äp kelişige, iqtisatda pulnyň kulu bolup getmej, pulny özüge işletdigan, pulny özüge hyzmat kıldygan, kygızdygan şundaq küçke ega boluşyny tileýmiz. Saturn bilen Neptünň jüpleşişi bu wagtda ýene birisiga planlyk bundan keyin biz ykdysodymyzdy mundaq ýönetäýli diýdigan şunda ritmlik bir planlarny tüzüşge naýat ýaxşy. Unda bolsa başaklarga haýry hoş, jyk pullarny, aile ykdysadyňlaryň tekim ýüksek bolup geçişini tileýmen. Unda bolsa başakdan keyin tarazlarga kelip galdyk. Tarazlarnynki däl 7-nji öýde. 7-nji öý adatda ortaklaşyş. Egerde boýtak bolsa toýlaşyş. Egerde toýuq bolgan bolsa karşı tarap ya ýoldaşy ya aýaly. Şularny köýsüdi. Bu 7-nji öý oçuk düşmenlerni köýsüdi. 12-nji öý siz bilmeýdigan düşmenler. Siz his kılysyz, amma tam bilenmeýdigan ýuşurun düşmen 12-nji öý, oçuk düşmen 7-nji öý. Amma 7-nji öýde ýoldaşyňyz ýa aýalyňyzmy köýsüdi, ortaklaşgan şerikleriňizmi köýsüdi. 7-nji öýge Saturndan Neptun keldi diýen wagtda bu tarazlardan talap kıldygyny, sen karşıňdaky insany seniň özüňningki oýlagan şekliňde göremse ýa-ki hakyky göremse, rast tunudyňmy karşıňdaky insany. Şu anadaki ailedeki ailedeki er ayallık münasebet sınıldığı vakit. Anadaki karşındaki insanın vazifesini sen üstüne aldın mı? Ya ki sen bakerek karşındaki insanı vazife yüklep koydun mu? Mesuliyetini tan 50'de 50 kılamsızlar ya ki karşı tarafı bıraklı vazifini üstüne sap koydun mu? Şundan soraydı. Neptun karşındaki insanı rast tanıdın mı? Senin oylığınındaki mi? Ya ki senin hayal kığınındaki mi? Dep şundan soraydı. Hem bir yerde Neptun 7-nji öýde meselem aldynyp geliş ähwallarym boldy. Amma Saturn bolgan keyin bu wagtky ähwal bu başgasyga okşamaydy. Eger ýalgyz Neptun bolgan bolsa karşyňdaky insan sana ýalgan sözlerdir ýa-ki ýalgan tanışkan insanının hakyky ýüzi başga degili bolatdy. Lekin bu ýerde Saturn bolgan keyin Saturn şunyň ýüzini hakyky ähwalyny görsiz. Kögenden keyin eger men bunu tanıdym, men bundan razy diýseniz aldyp garakmaňyzsy ýa-ki şu ýerde kap kaldı degендek. Endi işgalaryň arzularyňla ilgili günlerde meselem bu 10-njy öýge çykdyk bolgan jarýanda işgala taňda-taň şerikleşip turup ýa-ki weziplerini taňda-taň äpmeň maňdyňlarmy? Şununda tarazyny kanda tutdyňyz? U bek muhim. Şoňlaşqa tarazlarga şu jähetdiki nem kıldı. Bäzide resmi ikkilik münasibetlerde özüňniň şertlerini ortaga koýdyňmy ýa-ki karşı tarapnyň şerti bilen meňiwatdymsa ýa-ki şertsiz maňdyňlarmy? Ýolda ýerim ýolda däwlamyz bu şertlerini diýdiganga. Awal çigiriňizni enik kılyň diýen. Bu Neptun bilen Saturn jüpleşken wagtda şu çigir enik bolsun. Bu görünmez çigirmi boldy. Amma Saturndan Neptun jüpleşken wagtda bu Mars jüpleşdi diýenki, bunundan keyinki hazır men tarazyny sözüge wagtymda ählim kep galdy. Bunundan keyin her bir döwletleriniň çigirlerdeki siýasatlar özgürdi. Bäzi çigirler ýok boldy ýa-ki çigirler gaýtadan tüzüldi diýendek. Saýahatlerde kolaýlyklar köprek boldy. Endi tarazyga gaýtyp kelsek, tarazyda Saturn bilen Neptun jüpleşdi diýen gep
Karşınızdaki insan hakikaten sizin o'ylaganingizda chiqishi mumkin. O'zingiz qaror bergan vaqtda ikkilanmay turib, mardona holda qarorlaringizni ochiq-oshkor og'izdan chiqarishni, o'rtaga qo'yishni chekinmang. Shundoq bo'lgan vaqtda bu Saturn bilan Neptunning kutgan yeridan chiqsiz. Unda bo'lsa tarozilarga güzel o'rtoqliklarni, haqiqiy uzun muddat suriladigan yaxshi er-ayollik munosabatlarni, yaxshi to'ylashishlarni shularni berma, shularni talab qilma. Bo'lganda bo'lsa, endi Akrep burchida ko'rishaylik. Endi Akrep burchiga kelsak, Akrep burchininki 6-cı uyda Saturn bilan Neptun juplashadi. Bu 6-cı uy degan vaqtda sizning kundalik rutin ishlaringiz, kundalik mashg'ul bo'layotgan ishlaringiz degandek ham xizmatdoshlaringizni ham ko'rsatadi. Xizmatdoshlaringiz orasida yoki kunlik rutinlaringizda bek xizmatni ko'p qilib ketib, o'zingizning sog'lig'iga ahamiyat berolmagan ahvollaringiz bormi? Yoki masalan, boshqalarga boshqalarning bek xizmat qilgan vaqtda boshqalarning xizmatdoshlaringizni bek kontrol qilib ilashtirib ketib boramsiz. Akreplar biza kontrolchi bo'ldi. Sezgisi ichidan bek o'ylaydi. Qarshi tarafning qalbisidagi xiyolni ko'p qildi. Ham sezgisi kuchli zaten suv burchlariniki. Shundoq shundoq bulamda o'zingizning salomatligiga ancha ahamiyat bermagan yerlaringiz bormi? Motivatsiyonunuz qandaq tushkunmi yoki yuqorimi egizpastlik bo'ldi. Degandek shular qaraydi. Odatda rutin bu vaqtlarda o'zingizga rutin masalan ritmliq bir plan tuzing. Xizmat ishingiz bo'lsin yoki kundalik ishlaringiz bo'lsin, o'zingizning sog'lig'ingizga texmi yaxshi ahamiyat beradigan, sog'lig'ingizni texmi sog'lom qiladigan shundoq bir planlarni tuzib mangsangiz, bu siz uchun nihoyat yaxshi. Andan keyin sezgilaringizni, o'zingizning his qilganlaringizni, shularni va masalan burunlardan shundoq xiyollarni qilgan bo'lsangiz, hislaringizga bek ahamiyat bergan bo'lsangiz, uni biroz tashlab qo'yib, to'xtab ham ishni bakarak yaxshi taraflarga o'ylashing. Shundoq bo'lgan vaqtda o'zingizni chunki u o'zingizning salomatligiga nihoyat yaxshilik bo'ldi. Masalan, bak yaxshi davomli obyektiv masalan pozitiv o'ylaydigan ish bo'lsa, o'zingizning salomatligingizga badansal bo'lsin, ruhsal bo'lsin, sog'lig'ingizga nihoyat foydali. Bu yerda 6-cı uyda masalan Saturn bilan Neptun sizningki juplashgandan keyin 6-cı uy sizning badansal sog'liqlik. Agar uzun muddat masalan beshingiz og'riydigan mundaq ishlar bo'lsa, shu balkim shuningda uzun muddat ichayotgan bir doriningiz bo'lsa, bosh og'riq dorilaringiz bo'lsa, shuni balkim tashlashingiz mumkin yoki boshqasini o'zgartirishingiz mumkin. Undan so'ng akreplarga sog'liqli kundalik ishlarda tilayman. Xizmatdoshlari orasida ko'ngillik ishga vazifalar xizmatdoshlaringiz orasida vazifalarning bakarak eg'irlarini siz hal qilishingiz mumkin, ammo sog'lig'ingizga diqqat qiling. Sizga go'zal sog'lom ishga tilayman. Endi o'qiyanlarga kelsak, o'qiyanlarning 5-ci uyi. 5-ci uy bek muhim. 5-ci uy odatda sizga go'zal men abim shirlarni degan vaqtda shirlarga sizning 9-cı uyingizda, 5-ci uyingizda o'qiya bor degandim. Bu ateş üçgen nihoyat muhimchi. Ateş üçgen birlashgan vaqtda motivatsiyonungiz nihoyat yuksak bo'ldi. Harakatga o'tishingiz hamma jihatdan. Shundoq masalan, shundoq qisqa vaqt ichida cho'ng jiqishlarni qila olasiz. Bo'lgandan keyin harg'inlik his qilib ketmaysiz. Shuni birdamda tugabdi deysiz. Bu yerda Saturn bilan Neptunning juplashishi 5-ci uyingizdagi siz o'zingizning ichingizdagi talentingizni, qobiliyatingizni o'rtaga chiqarishdan, sahnaga chiqishdan chekinamsiz yoki chiqa olamsiz? Jur'atingiz bormi deb shuni so'raydi. Andan keyin Neptun deydi, biroz o'zingning sahnaga chiqishda, hayot musobaqangda masalan bir ichingdagi talentingni amallashtirish uchun biroz xotinchaqmisan deb shuningdan so'raydi. Shunglashqa bu 5-ci uy bek muhim uy. Disiplin, ritmliq, sabrlik bilan apmangsingiz,
sahnada uzun muddat qala olasiz. Şuңlashqa sizlarga yaxshi, güzel vaqtlarni tilayman. Buning 9-uy. 9-uy deganda odatda, masalan, shirlar bo'lgandan keyin uzoq musofirlarga bek uzoqcha ketib boramsiz. Bu yaylar odatda o'qiyalar, sayohatga, sayohatga masalan odatda o'qiyalarni bek sayohatga amroq deydi. Amaliyotda o'zi xohlab sayohat qilib ketmaydi. U faqat yangi bir yerlarga berib, yangi narsalarni o'rgansam, bir yangilik bo'lsa hayotimda deydi. Asl sayohatga ko'p chiqib ketishni xohlab ketmaydi. Eee, Ama uzak yurtlarni hökumət qanunlarını göstərdi. Hökumətdəki qanun organlarını Yupiter göstərgəçkə şunlaşqa oxuya adaletni göstərdi. 5-ci öydə unda olsa özünüzün qabiliyyətiniz, özünüzün talantınız, ananki 5-ci öy balalığı. Əgər farzandınız bolsa, farzandınızda naiti güzel 2,5 yıl, 3 yıllık bir farzandingiz masalanga tashlab yuboradigan bundaq ahvollar bo'lishi mumkin. Agar farzandingiz bo'lmasa, farzandlik bo'lish ehtimolimiz nihoyat yuqori. Andan keyin agarda yo'q men to'y qilmadim, texi o'qiyotgan qiz bola yoki o'qiyotgan bola bu desangiz, yoshingiz kichik bo'lsa, balki muhabbatlashishingiz mumkin. Bu muhabbatlashadigan yigit yoki qiz bo'lsin, nihoyat sorumluluqni bilgan, harakatga o'tishdan ansirmagan, o'zini ko'rsatishdan ansirmagan, bundaq bo'lishi mumkin. Nihoyat yaxshi romantik ahvollar ko'rinishi mumkin. Shunglashqa Saturn bilan Neptunning juftlashishiga bu go'zal fursatni. Bu odatda dedim 320 yilda bir shunday ahvol bo'ldi. Shunglashqa bu sizning oldingizga chiqqan inson odatdagi inson emas. Nihoyat sorumluluqni bilgan, xiyollarga yetishiga umidvor bo'lgan mundaq inson chiqadi agarda muhabbatlashadigan insoningіз bo'lsa. Shunglashqa fursat g'animat, yaxshi qo'llaning. Endi oğlaqlarga kelsak, oğlaqlarning 4-ci uyi. 4-ci uyda Saturn, Neptun juftlaşıdı. Balkim bu 4-ci uy oila bo'lgandan keyin yangi bir o'zi xiyol qilgan, o'zining xiyolidagi bir oilani tutish yoki uy setib olgan degandek shunday ahvollar bo'lishi mumkin. Bu vaqtda xizmat bilan bu oğlaqlardan sorumluluk, mas'uliyat talab qiladigan xizmat bilan oiladagi xizmating va o'zingning qilayotgan xizmating orasidagi tarozini yaxshi tutdingmi? Ailadagi masalan cho'nglar bilan bo'lgan munosabat yoki oila ichidagi bog' kuchlanish, shuningda maxsus ritmliq bir kuchli bir oila qurish degandek ahvollar bo'ldi. Shuningdan talab qildi. Lekin Neptun bu yerda pek oilada masalan oilaning o'ziga tushliq bir prinsipi bo'ldi. Shu prinsiplar buzilib ketib boramdi yoki qanday? Shuni to'plash, to'play olatamsa, balki xizmatga berilib ketib oilani tashlab qo'yayotamsa, shuni qaraydi. Andan keyin bek içsel mındaq bexatarlik tuyg'usi, oiladagi bexatarlik tuyg'usi qanchalik kuchli, shu kuchli bexatarlik tuyg'usi bormi? O'zing qanday his qilyapsa degandek. Buningda o'g'loqlar odatda xizmatga bek o'zini urib xizmat qildi. To'plumda kuchli ko'rinishni xohlaydi. Oldi bilan to'plumda kuchli ko'rinish, xizmatda kuchli bo'lish uchun oilaningki bir-birisi bilan bo'lgan munosabati kuchli. Bog', oila beg'i nihoyat kuchli bo'lishi kerak. Shunday bo'lgan vaqtda xotirjam xizmatda xotirjam ishligi bo'ldi, o'zini kuchli bexatar his qilgani bo'ldi. Shunlashqa oila bog'lari. Bu yerda cho'nglarning yana o'zingizning cho'nglarning uyi degandek shu yerdagi bir vazifalarni ustingizda shularning bir vazifasi bo'lgan bo'lsa, shu vazifa yeniklishi mumkin yoki ustingizda vazifa bo'lmagan bo'lsa, shularning bir vazifalarini ustingizga elishingiz mumkin. Shunlashqa sizlarga o'g'loqlarga güzel agar uy sotib oladigan vaqtinglar bo'lsa, shuni vaqti kelibdi kam bo'lsinmi, elinglar. Nihoyat yaxshi bir fursat. Bu elib olgan uydan uy setib olgan bo'lsangiz, setib olgan uydan nihoyat mamnun bo'lasiz, uzun o'tirsiz. Agar uy jo'li qilgan bo'lsangiz, uy ko'chgan bo'lsangizmi, shu ko'chgan uyingizda nihoyat xotirjam, bexatarlik tuyg'usi bo'lgan, ham o'zingiz rozi bo'lgan bir uyga kirsiz. Unda sizlarga
aile ve xizmətdə zor utuqlarını tiləymən. Xeyr xoş. Unda olsa Qoğulağa geldik. Qoğularninki üçüncü üyü. Üçüncü üy, məsələn, sözsel aloqa, so'zsal aloqa yoki yezish aloqasi degandek iletişim deb qo'yamiz-ku. Kishilik so'zsal, fikrsel aloqalar. Anadan keyin yaqin qo'lim qo'shnilari yoki yaqin qarindoshlari degandek shularni bo'ldi. Bu Saturn bilan Neptun mavjudlashishi. Bu yerda qo'vlardan fikrlaring boshqalarning masalan xabar elish va xabar berishda şu xabarlarning to'g'rilik nisbati qanchalik? To'g'ri xabar beryaptamsa yoki boshqalardan xato xabar olyaptamsa degandek shularga qaraydi. Boshqalardan olgan xabarlaringizni bu rostmi, yolg'onmi deb bir tekshirishdan o'tkazing. Bu yerda uchur nihoyat tez bo'ldi. Tez bo'lgan bilan ba'zi uchurlar to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Onunga diqqat qiling. Anandan keyin bak kishilik yaqin atrofingizdagilar bilan bo'lgan munosabatlarda bak boshqalarning yaqin atrofingizdagi yoki qarindoshlaringizning vazifasini ustingizga oldingizmi yoki siz boshqalarga bakarak vazifa berib qo'ydingizmi? Shuningda o'rta nuqtada bo'ling. Yeningizdagi insonlar rostchilmi? Neptun bor ya bu yerda. Onunğa diqqat qilmasangiz olmaydi. Rostchilmi? Rost so'zlayotganmi? Shularga diqqat qiling. Anadan keyin boshqalar meni xato tushunib qolyapti yoki men boshqalarni xato tushundimmi? Shunga diqqat qiling. Boshqalarga xato tushuncha berib qolgan ahvollar ko'proq bo'ldi. Chunki bu yerda bek tez harakat bo'lgandan keyin balkim sizni sovuq ko'rishi mumkin. Sovuq ko'rsin, ochiq fikrlaringizni ochiq so'zlang. Sizning kallangizdagini boshqalar bilolmaydi. Chunki qo'vlarning kallasi odatdagi insonlardan bek yuqori ilg'or. Shundoq bo'lgandan keyin siz nima o'ylaysiz, boshqalar sizga tang kap bo'lolmaydi. Shuningdek fikrlaringizni, xiyollaringizni ochiq oshkorlang. Ammo xiyollaringizni boshqalarga paylashgan vaqtda boshqalarga anglatgan vaqtmi yeyish shaklda bize osonlashtirib anglatsangiz bo'ldi. Boshqalar mayli to'g'ri tushunsin, xato tushunsin, ammo chuqur o'zingiz durust bo'lsangizlar bo'ldi. Xiyollaringizni, og'zingizdan chiqqan gapni o'zingiz bir ichingizda o'ylab, anadan keyin desangiz teh yaxshi. Buni qilish oson emas, ammo sinab beqing. Chunki Saturn bilan Neptun juftlashgandan keyin bu yerda chuqur sizga xiyol bilan yoki sorumluluğunuzni tang atmangdigan yaqin insonlar bilan birlashish ehtimoli nihoyat yuqori bo'ldi. Yaqin sayohatlarga boradigan ishlaringiz ko'proq bo'lib qolishi mumkin. Yoki yaqinlarga bormasdan uzoqlarga kelib berib qoladigan ahvollaringiz bo'lishi mumkin. Agarda bak qarindoshlaringizning orasida ba'zi mas'uliyatlar bo'lgan bo'lsa, shuni siz ap qilib yoki siz ularga mas'uliyat ortib qo'ydigan ahvollaringiz bo'lishi mumkin. Unda qo'vlarga go'zal fikr, go'zal xabar shularning kelishini qarindoshlarining orasida, qo'lim qo'shnilarning orasida nihoyat yaxshi, ishonchli insonlarning bo'lishini tilayman. Xayr xo'sh. Endi beliqlarga kelganda, beliqlarning ikkinchi uyi. Ikkinchi uy o'zining yanchug'idagi pul. O'zining ko'rib turgan, tutib turgan yetkilishchan mulk. Shularni ko'rsatadi. Shuna bo'lgan vaqtda ikkinchi uyda siz isrofxo'rmi yoki bundan keyingi iqtisodingizni moddiy va ma'naviy kuchlanish uchun siz planli ishlarni yapmadingizmi? Saturn bu yerga kelgandan keyin qo'lda chechilishlar bo'ldi, ammo shuni qanday to'plashni o'rgatadi sizga Saturn. Tabiiy holda pul xarjlash jarayonida siz bir tajriba savoqlarga ega bo'lasiz. Tajriba savoqlar qanday bo'ldi? Xatolik o'tkazgandan bo'ldi. Shu boshqa pullaringizni qanday to'plashni o'rgatadi, qanday pul yig'ishni o'rgatadi. Neptun bu yerda bo'lgandan keyin ba'zi ishlarda pulni shunda siqsangizmi ketib qolgan ahvollar bo'ldi. Shunlashqa bak qo'yib berish bilan
yig'ishning o'rtasidagi o'rtaq nuqtani teping. Shundoq bo'lganda, Saturn bilan Neptunning juftlashgan vaqtini yaxshi qo'llangan bo'lsangiz, bu Saturn sizniki 2-chi uyingizda 2,5 yil turgandan keyin xizmatda muqim bir xizmatga kirishingiz mumkin yoki xizmatda maoshingiz biza o'sishi mumkin yoki 2-chi uy o'zining kishilik qimmat ko'z qarashi, o'zingizni qanchalik qadrlaysiz. Özünüzge qimmat ko'rsatamsiz. Ammo qimmat ko'rsatdim deb o'zingizga jiqroq pul xarjladim deb pulni isrof qilamsiz degandek. Bu asosliq moddiy mulklarni ko'rsatadi. Moddiy o'z yo'tkilishchan, uy emas, ammo yo'tkilishchan mal degandek shularni ko'rsatadi. Shunglashqa xiyollaringizni, o'zingizning pul yig'ish xiyollaringiz, o'zingizning arzu-armonlaringiz, ham pul yig'ish taktiklaringiz shuni Saturn sizga bu 2,5 yilda o'rgatadi. Bundan keyin pulni qandoq yo'natish, pulni qandoq boshqarish degandek tajriba savoqlarga ega bo'lsiz. Unda sizga go'zal iqtisodiy tushunishni talab qilaman, sizga umid qilaman. Unda 12 burch shuning bilan so'zini tugdi. Saturn bilan Neptunning juftlashgan vaqtini nihoyat yaxshi qo'llanavering. 2-chi ayning 14-i sevgilar kuni bilan boshlandi. Saturn qo'shqoqqa kirdi mana 2 kundan keyin. Ammo 2-chi ayning 20-si tam juftlashgan kuni. Bu vaqtlarda yaxshi fikr, yaxshi xiyol, arzu-armonlaringizni amalga oshirish uchun qanday qilish kerak? Siz har burchninki o'zining bu qo'shqa tushgan uy, bu Saturn bilan Neptunning juftlashgan uyi o'xshamaydi. Shunglashqa hammasininki yashaydigan ahvollari o'xshamaydi. Endi agarda sizning 0 gradga yaqin bo'lgan bir geziganingiz bo'lsa yoki yuksalgan burchingiz shuning yaqin bo'lgan bo'lsa yoki sizning oy bo'lsin, quyosh bo'lsin, butun qolgan sayyoralar bo'lsin, mushlarning hammasi 0 gradning oldi keyinda bo'lgan bo'lsa, masalan 3 grad oldida, 3 grad keyinda yoki bak uzoq bo'lib ketsa 5 grad farq bo'lsa, siz alohida yashaysiz. Chunki Saturn bilan Neptunning bu juftlashib oxirlash vaqtlari biza uzun vaqtlarga surildi. Uzun vaqt degan vaqtda masalan necha oy, 1 oy, 2 oy mundaq bo'ldi. Ham bu retro bilan yana qaytadan kelib, yana qaytadan mangdigan mundaq ihvollar bo'ldi. Shunglashqa bu vaqtlarda ehtiyotkorlik bilan ish qiling. Xiyol qurishdan qo'rqmang, ammo xiyol qurgan vaqtda amaliyotchan xiyol quring. Ammo xiyollaringiz uchun harakatga o'tishdan kechikmang. Chunki Marsga bu qo'shqa vaqtni ching tutishni nihoyat yaxshi biladi, sabrsiz lekin. Shu sabringizni sabrlik holda, planliq bilan mas'uliyatlaringizni qadamma-qadam mangdirsangiz 2,5 yil birdamda to'shib ketadi. 2,5 yildan keyin "Vau, men mana shuni qildim" deysiz. Nihoyat yaxshi natijalarni berdi sizga, yaxshi mukofotlarni berdi. Unda bo'lsa hammanglarga go'zal oqshom tilayman. Saturn bilan Neptunning juftlashishini so'zlab o'tdim. Endi 17-islar yangi oy Qo'vning 28 darajasida bo'ldi. Bu tutulma. Tutulma degan qadarsal yashaydigan. Bu 28 darajaning oldi keyinda sizning biror geziganlaringiz yoki oy yoki quyosh bo'lib qolsa, alohida ko'rsiz buning ta'sirini. Ham ta'siri dastlabki ravrus ta'sir qilib alohida o'rtaq chiqadigan vaqtda 15 kun bo'lgan bilan bu 6 oy, 8-chi ayning 12-sigacha ta'sir qildi. Tutulma vaqti 2 minut 20 daqiqami shundoq bo'ldi. Bu 2,5 yilga surilib ketdi. 6 oy ichida alohida ko'rsangiz, buning oxiridagi yeshish jarayonlari 2 yilga ta'sir qilishi mumkin. Shunlashqa qadarsal vaqtlarda diqqat bilan qadam elishingiz kerak. Bo'lmasa bu taqdiringizda yezilib, siz takror yashaydigan ahvollar bo'ldi. Ondan hammalarga güzel akşam tilayman. Yeni ayda 2-ci ayning 17-sidagi yangi videomda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.